Bugun sizlarni o'zim bilan tog'da bo'lgan syomkamizga olib ketaman. Hamma narsalarni olib, takkoy chiroyli bo'lib olib, Shoistani uyiga keldim. Qizlar bilan yig'ilib, bolalarni oldiga ketdik. Mashinaga o'tirganda millionta stories olib, lekin bittasini ham joylamaslik bu qizlarga xos. Nihoyat bolalarni oldiga kelib oldik. Samira mashinasida o'zi bilan birga 7 ta odam ketibmiz o'zi ham. Endi bu yog'i an'anaga sodiq qolgan holda. Yo'lda qo'shiq aytib, g'iybatlashib, korzinkaga ham kelib oldik. Mom, pikniklar qanaqaligini bilasizmi o'zi? Spasibo, kloun. Kerakli hamma narsalarimizni oldik. Mana shu lamachani shantaj qilib turib oldirdim. Dal shu yo'limizda davom etdik. Nihoyat Kristal Resortga yetib keldik. Уже сразу syomkani boshlab yubordik. Atmosferani, chiroyliligini qaranglar. Uychamizga yetib keldik. Qisqacha room tour. Kirishingizda mashinaqa vid, ikkinchi etajga chiqsanglar, mashinaqa 6 kishilik kravat qo'yilgan. Hammasi yog'ochdan juda ham issiqqina. Syomkani davom ettirishdan oldin mazza qilib o'ynab oldik. Bosh qop tik turmas deganlaridek qorin qopimizni to'ldirib ola qoldik. Bir pasda kecham tushib qoldi. Orada Kamolchkani o'zigini qidirdi. Nima deb o'ylaysizlar, topdingmi? Komoli bilan ko'pchilik bizni bir-birimizga o'xshatishadi. Rostdan ham o'xshaymizmi? Cringe bo'lib ketyapman. Qachon cringe emasdi? Do'stingdan top deganlari shu bo'lsa kerak. Biz keyin ujinchik qilgani ketdik. Bu yoqda o'zingizlar ovqat qilib, ovora bo'lib o'tirmaysizlar, o'zligi berishadi. Qorinni to'ydirib olgandan keyin dal shu syomka qilishga ketdik. Canım canım canım. Shunaqa qitchiq kayfiyatda syomkamizni davom ettirdik. Nima deb o'ylaysizlar, bu galgi Insta serialimiz qanaqa mavzuda? Kommentariyada yozib ketinglar. Biz yuqa kiyimda qorligi dumalab, yugurib syomka qildik. Qarg'alar Filmlarni ham o'zimiz qildik. Bu serialimiz uchun katta komanda bo'lib birga ishladik. Дорогой дневник, мне не Yuqa kiyganim uchun urushmang ayajon. Внезапный деп. Bu bizlarning vishilkamiz. O'sha bu oxirgi kadrlarimiz bunchalik sovuq bo'lishini taxmin qilmagan ekanmiz. Juda ham sovqatdik, hamma charchab, o'lib osilib qoldi. Syomka tugadi. Soat почти 7 bo'ldi. 16 soat tinmasdan sovuqda, qorlarda syomka qildik. Biz unaqa professional komanda bo'lmasligimiz mumkin. Lekin qo'limizdan kelgancha, imkoniyatlarimiz yetgancha harakat qildik. Grimlar hamma narsani o'z qo'llarimiz bilan qildik. Shuncha mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddaman. Men komandamdagi har bir inson bilan faxrlanaman. Rебята, вы молодцы. Я вас люблю.